Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozaq Storytime. Biz boshlaymiz. Hech kim ishonmagan tong. Men buni aytganimda kulishdi. Ba'zilari ochiqchasiga, ba'zilari ko'zlarida yashirin achinish bilan. Shifokorlarning nigohi esa boshqa edi. Ular kulmadi, lekin ishonmadi. Ishonmaslikning ham o'ziga xos sukunati bor. U odamni baland ovozdan ko'ra ko'proq sindiradi. Bu mumkin emas, dedi yosh shifokor qog'ozlarga qaramay. Siz 85 yoshdasiz. Men jim turdim. Chunki ba'zan jimlik bahsdan kuchliroq. Ismim Saodat opa. Umrimning ko'p qismi ortda qolgan. Erimni 30 yil oldin yo'qotganman. Farzandlarim ulgayib o'z hayotlariga ketishgan. Uyim katta, lekin ichida boshlik bor edi. Bu boshlik devorlardan emas, yurakdan esardi. So'nggi yillarda tonglarim bir xil o'tar edi. Choy, deraza, ko'cha, xotiralar. Kunlar bir-biriga o'xshab ketganida odam o'zi ham xotiraga aylanib qolarkan. Men esa hali tirik edim. O'sha kuni ertalab uyg'onganimda tanamda galati o'zgarishni sezdim. Bu og'riq emasdi. Bu qo'rquv ham emasdi. Bu ichimda sekin, ammo aniq bir harakatga o'xshardi. Avvaliga e'tibor bermadim. Yoshimni bahona qildim. Lekin kunlar o'tgani sayin bu tuyg'u yo'qolmadi. Asab, dedim o'zimga. Qarilik. Ammo yurak boshqa gapni pichirlardi. Mahalladagi doktor ayolga bordim. U uzoqdan qarab turdi, keyin kulimsiradi. Saodat opa, dedi u muloyimlik bilan, sizga dam olish kerak. Tekshirib ko'ring, dedim qat'iy. U kulgini yig'ishtirdi. Tahlillar olindi. Natijalar kelganda xonada sukut cho'kdi. Bu xato bo'lsa kerak, dedi u. Yana tekshiring, dedim men. Ikkinchi tekshiruv. Uchinchi. To'rtinchi. Har safar qog'ozlar bir xil gapni aytardi. Shifokorlar bir-biriga qarardi. Kimdir telefon qildi. Kimdir xonadan chiqib ketdi. Nihoyat yoshi katta professor keldi. U uzoq qarab turdi. Menga emas, taqdirga qaragandek. Siz tushunyapsizmi, dedi u sekin, bu tibbiyotda deyarli uchramaydi. Demak, uchraydi, dedim. U bosh irgadi. Juda kam. Xabar tez tarqaldi. Farzandlarim keldi. Ularning yuzida qo'rquv, gazab va ishonchsizlik aralash edi. Ona, dedi o'g'lim, bu xavfli. Men bilaman, dedim. Siz bizni o'ylamaysizmi? Aynan shuning uchun o'ylayapman, dedim sokin. Ular jim qoldi. Mahalla ham gapirdi. Kimdir duo qildi. Kimdir uyat dedi. Kimdir mo'jiza deb pichirladi. Lekin ko'pchilik ishonmadi. Bu yolg'on, deyishdi. Reklama, deyishdi. Xato, deyishdi. Hech kim mendan siz nimani his qilyapsiz deb so'ramadi. Men esa his qilardim. Har tong ichimda nimadir borligini. Yolg'izlik ketayotganini. Yuragim yana kutishni o'rganayotganini. Qo'rqardimmi? Ha. Lekin bundan ko'ra kuchliroq tuyg'u bor edi, mas'uliyat. Bir kecha yolg'iz qoldim. Deraza yonida o'tirib, qo'limni qornimga qo'ydim. U yerda jimlik emasdi. U yerda hayot bor edi. Agar sen kelgan bo'lsang, dedim pichirlab, demak sababing bor. Ko'zlarimdan yosh chiqdi. Bu yosh qo'rquvdan emas edi. Ertasi kuni shifokorlar meni kasalxonaga yotqizishdi. Doimiy nazorat kerak, deyishdi. Men rozi, dedim. Chunki endi bu yo'lni yarim tashlab bo'lmasdi. Va men bilardim, oldinda meni og'ir savollar, keskin qarorlar va hech kim kutmagan voqealar kutardi. Qarshi ovozlar. Kasalxona devorlari sovuq edi. Bu sovuqlik havo bilan emas, shubha bilan kelardi. Har bir qadamimni kuzatishardi. Har bir tahlilga 2 marta qarashardi. Har bir qarorga lekin qo'shishardi. Xavf juda yuqori, dedi yosh shifokor. Statistik jihatdan. Statistikani qo'ying, dedi professor. Bu holat statistikaga kirmaydi. Ular bahslashardi. Men esa tinglardim. Shifokorlar xonasida ovozlar ko'tarildi. Biz mas'uliyatni o'z zimmamizga ololmaymiz.
Biz uni yolg'iz qoldira olmaymiz. Bu axloqiy masala. Axloq. Men eshitganman bu so'zni ko'p. Odatda u boshqalarning hayoti haqida gap ketganda ishlatiladi. Saodat opa nimani xohlaydi? Dedi nihoyat professor. Sukut. Mendan so'rang, dedim. Ular menga qarashdi. Men davom etaman, dedim sokin. Qanchalik qiyin bo'lmasin. Siz olishingiz mumkin, dedi kimdir. Hammamiz olamiz, dedim. Farqi qanday yashaganimizda. Bu gapdan keyin xonada ovoz bo'lmadi. Farzandlarim bilan suhbat eng og'iri bo'ldi. Qizim yig'ladi. O'g'lim jahli chiqdi. Nabiralarim tushunmadi. Ona, siz bizni tashlab ketmoqchimisiz? Dedi qizim. Yo'q, dedim. Men sizga nimanidir qoldirmoqchiman. Nimani? Umidni. Kecha palatada yolg'iz qoldim. Yuragim sekin urardi. Monitorlar chirog'i miltillardi. Men esa ichimni tinglardim. Bu tanam emas, ruhiy chaqiriq edi. Birdan eshik ochildi. Professor kirdi. Men 40 yildan beri shifokorman, dedi u, ko'p narsani ko'rdim. Lekin bundayini yo'q. Demak, siz ham ishonmaysiz, dedim. Yo'q, dedi u, men endi ishonyapman. U menga bir varaq ko'rsatdi. Buni o'qidingizmi? So'radi. Bu eski ilmiy maqola edi. Juda kam nusxada chiqqan. Unda kamdan kam uchraydigan holatlar haqida yozilgan edi. Tana emas, dedi professor, iroda homilani ushlab turadi. Demak, imkon bor, dedim. Juda kam, dedi u, lekin bor. Ertasi kuni yangilik tarqaldi. Kasalxonaga jurnalistlar kelmoqchi bo'lishdi. Bosh shifokor ruxsat bermadi. Maxfiylik, dedi. To'g'ri, dedim. Bu shou emas. Ammo odamlar baribir gapirdi. Kimdir duo qildi. Kimdir la'nat o'qidi. Kimdir ishonib, kimdir kuldi. Men esa bitta narsani bildim, endi ortga yo'l yo'q. O'sha kuni kechasi ichimda kuchli harakat bo'ldi. Qo'rqib ketdim. Hamshirani chaqirishdi. Shifokor yugurib keldi. Tekshiruv bo'ldi. Hammasi joyida deyishdi. Ammo men bilardim, bu belgi edi. Men seni his qildim, dedim pichirlab. Demak, sen ham meni his qilyapsan. Ertalab farzandlarim keldi. Ular jim edi. Biz qaror qildik, dedi o'g'lim. Sizni yolg'iz qoldirmaymiz. Men bosh irgadim. Rahmat, dedim. Endi men ham yolg'iz emasman. Ammo bu faqat boshlanish edi. Chunki oldinda tanam sinovdan o'tadi, shifokorlar chegaradan o'tadi va men eng og'ir tanlovga duch kelaman. Sinov. 3-hafta boshlanganida tanam o'zini eslatdi. Avvaliga mayda alomatlar edi: nafas qisqarishi, bosh aylanishi, yurak urishining tezlashuvi. Hamshiralar ko'proq kelib ketadigan bo'lishdi. Har safar jilmayishga urishardi, ammo ko'zlarida xavotir bor edi. Hammasi nazorat ostida, deyishardi. Nazorat, bu so'zga suyanish oson. Lekin tananing o'zi boshqa til bilan gapirardi. Bir kuni ertalab tahlil natijalari bilan professor kirdi. U qog'ozlarga uzoq tikildi. Bosim beqaror, dedi u, yurak zo'riqyapti. To'xtatish kerakmi? So'radim men. U ko'zini ko'tardi. Tibbiyot shuni tavsiya qiladi, dedi u halol. Ammo sizning holatingiz oddiy emas. Demak, qaror meniki, dedim. Ha, dedi u, va bu qaror hammani o'zgartiradi. Farzandlarim bilan yana suhbat bo'ldi. Bu safar ovozlar balandlashmadi. Faqat charchoq bor edi. Ona, dedi qizim, agar sizni yo'qotsak. Meni hozir ham yo'qotib qo'ygan bo'lasiz, dedim. Agar men o'zim bo'lmasam. U jim qoldi. Men qo'rqyapman, dedi u nihoyat. Men ham, dedim. Lekin qo'rquvdan qochib yashab bo'lmaydi. O'sha kecha hamma narsa tinch edi. Palatada yorug'lik xira. Monitorlar sekin miltillardi. Men ko'zimni yumdim. Nafasimni sanadim. Ichimda esa tinimsiz harakat bor edi, go'yo kimdir eshik qoqayotgandek.
Soat tungi 2 bo'lganida signal chalindi. Avval bitta. So'ngra yana biri. Hamshiralar yugurib kirdi. Shifokor chaqirildi. Yuragim tez urardi. Nafasim qisildi. Saodat opa, biz bilan bo'ling, dedi kimdir. Men ko'zlarimni yumdim. Hamma narsa xiralashdi. Tovushlar uzoqlashdi. Bir lahza ichida 60 kelib ketdi. Bolaligim, birinchi muhabbat, erimning qoli, farzandlarimning kulgisi. Endi emas, dedim ichimda. Hali emas. Ko'zimni ochdim. Men shu yerdaman, dedim. Signal sekinlashdi. Monitorlar barqarorlashdi. Shifokorlar bir-biriga qarashdi. Kimdir chuqur nafas oldi. Otdi, dedi professor sekin. Bu birinchi katta sinov edi. Birinchi. So'radim. U bosh irgadi. Oldinda yana bo'ladi. Ertalab xabar tarqaldi. U tirik qoldi, deyishdi. Yana otdi, deyishdi. Kimdir buni mo'jiza dedi. Kimdir tasodif. Men esa buni tanlovimning narxi deb bildim. Shundan keyin qoidalar o'zgardi. Doimiy kuzatuv. Maxsus parhez. Har qadamda ehtiyot chorasi. Shifokorlar navbatchilikni kuchaytirdi. Hatto vazirlikdan kimdir kelib savollar berdi. Siz buni to'xtatishingiz mumkin, dedi u sovuq ovozda. Davlat sizni qo'llab-quvvatlaydi. Menga davlat emas, dedim. Menga haqiqat kerak. U ko'zlarini olib qochdi. O'sha kuni kechqurun ichimda yana harakat bo'ldi. Bu safar qo'rqmadim. Sen kurashyapsan, dedim pichirlab. Men ham. Va ichimdan birinchi marta ishonch o'tdi. Bu yo'l oxirigacha boradi. Qanday bo'lmasin? Eng og'ir kecha. Qaror ertalab qabul qilindi. Shifokorlar xonasida sukunat qalin edi. Hech kim shoshilmadi. Hech kim baland gapirmadi. Bu shoshilinch qaror emas, og'ir mas'uliyat edi. Biz xavfni kamaytira olmaymiz, dedi professor. Faqat nazoratni kuchaytiramiz. Bu nimani anglatadi? So'radim. Bu shuni anglatadiki, dedi u, har bir tun sinov bo'ladi. Men bosh irgadim. Men tayyorman. Kechga borib kasalxona galati jim bo'lib qoldi. Hamshiralar qadamini sekin bosardi. Monitorlar ovozi aniqroq eshitilardi. Palatam oldida navbatchi shifokor qoldi. Go'yo men emas, vaqt kuzatuv ostida edi. Farzandlarim yonimda o'tirishdi. Ona, dedi o'g'lim past ovozda, agar nimadir bo'lsa. Agar bo'lsa, dedim, qo'rqmang. Men tanlagan yo'l shu. Ular ko'z yoshlarini yashirishdi. Soat tungi 12 ga yaqinlashganda ichimda og'irlik paydo bo'ldi. Bu avvalgi kabi emasdi. Bu tananing chegarasi edi. Nafasim qisildi. Ko'zimni yumdim. Yuragim har urishda xuddi so'rayotgandek edi. Yana qancha? Saodat opa, dedi hamshira, biz shu yerdamiz. Men kulimsiradim. Bilaman. Birdan yuragim notekis ura boshladi. Monitor qattiq ovoz berdi. Qizil chiroqlar yondi. Eshik ochildi. Odamlar yugurib kirdi. Kimdir qo'limni ushladi. Kimdir dori tayyorladi. Bosim tushyapti. Nafasni tekshiring. Aloqa bering. Ovozlar bir-biriga aralashdi. Men esa bitta narsani his qildim, ichimdagi harakat to'xtamadi. U tirik, dedim ichimda. Demak, men ham. Bir lahza kelib, hamma narsa sokinlashdi. Monitor chiziqlari tekislandi. Nafasim qaytdi. Yuragim og'ir, ammo barqaror urardi. Professor menga qaradi. Siz hozir, dedi u to'xtab, o'zingizni emas, uni saqlab qoldingiz. Men ko'zlarimni ochdim. Demak, u kuchli, dedim. Professor javob bermadi. U ishona boshlagan edi. Ertasi kuni xabar tashqariga chiqdi. Avval shifokorlar orasida. So'ng tibbiy doiralarda. Oxiri esa odamlarga. 85 yoshli ayol homiladorligini davom ettiryapti. Telefonlar jiringladi. Jurnalistlar keldi. Kimdir duo qildi.
Kimdir norozilik bildirdi. Kimdir esa, agar u uddalasa, biz ham chidashimiz kerak, dedi. Bu gapni eshitib Kozimga yosh keldi. Lekin tanam charchayotgan edi. Har tong uyg'onish galaba edi. Har kecha uxlab qolish xavf. Shifokorlar buni yashirmasdi. Siz chegaradasiz, dedi professor. Ammo hali tushmadingiz. Tushmayman, dedim. Chunki ichimda yana bir ruh bor. O'sha kecha yolg'iz qoldim. Deraza ortida yomg'ir yog'ardi. Palatada esa yurak urishi eshitilardi, meningki va ichimdaginiki. Ikki urish, bitta ritm. Agar ertaga bo'lmasa, dedim pichirlab, keyingi kun bo'ladi. Va o'sha payt ichimda eng tiniq harakat bo'ldi. Xuddi javobdek. Chegara. Tong og'ir keldi. Uyg'onganimda tanam avvalgidan ham zaifroq edi. Qo'llarim sovuq, ko'kragimda bosim bor edi. Lekin ichimda hanuz hayot. Shu qarama-qarshilik meni oyoqda ushlab turardi. Hamshira bosimni o'lchadi. Natijaga qarab ko'zlari bilan professorni chaqirdi. Vaqt kelyapti, dedi u jim ovozda. Qaysi vaqt? So'radim. Qaror vaqti, dedi u. Shifokorlar yigilishi tez bo'ldi. Uzoq bahs emas, og'ir sukunat. Ular qaror qabul qilinadigan chegarani bilishardi. Biz kutolmaymiz, dedi professor nihoyat. Har bir soat xavf. Demak, so'radim. Maxsus aralashuv, dedi u, juda ehtiyotkor, juda qisqa. Lekin xavfli. Menga rostini ayting, dedim. Sizni yo'qotishimiz mumkin, dedi u halol. Lekin kutib o'tirsak, ikkalangizni ham yo'qotish ehtimoli katta. Men chuqur nafas oldim. Unda boshlang, dedim. Farzandlarimni chaqirishdi. Ular xonaga kirganida ko'zlarida qo'rquvni yashira olishmadi. Ona, dedi qizim. Menga quloq soling, dedim sokin. Nima bo'lishidan qat'i nazar, bu tanlov meniki. Siz jasursiz, dedi o'g'lim titrab. Yo'q, dedim. Men mas'ulman. Ular meni quchoqlashdi. Bu quchoq xayrlashuvga o'xshardi. Lekin men bunga yo'l qo'ymadim. Operatsion xonaga kirishimdan oldin professor yonimga keldi. Agar fikringiz o'zgarsa, dedi u. O'zgarmaydi, dedim. U bosh irgadi. Unda biling, siz tibbiyotda emas, odamlarda iz qoldirasiz. Yorug'lik Kozimni qamashtirdi. Nafasimni sekin olib, ichimda pichirlab gapirdim. Agar sen shu yergacha yetgan bo'lsang, dedim, demak oxirigacha boramiz. Bir lahza o'tdi. Yoki bir umr. Vaqt yo'qoldi. Qachon uyg'onganimni bilmayman. Atrof xira edi. Tovushlar uzoqdan kelardi. Yuragim sekin urardi. Birinchi bo'lib professorning ovozini eshitdim. U tirik, dedi u, ikkalasi ham. Ko'zlarimdan yosh chiqdi. Demak, dedim. Ha, dedi u, siz uddaladingiz. Ammo tanam bo'shashib borardi. Endi dam oling, dedi hamshira. Men ko'zimni yumdim. Ichimda tinchlik bor edi. Lekin ichimda bir savol ham bor edi. Oxiri qanday bo'ladi? Mo'jiza nima ekan? Kozimni ochganimda palatada tong yorug'i bor edi. Deraza ortida quyosh sekin ko'tarilardi. Ovozlar past, ehtiyotkor edi, xuddi bu joyda baland gapirish mumkin emasdek. Nafasim og'ir, ammo barqaror edi. Yuragim esa sokin. Professor yonimda turardi. Siz uyg'ondingiz, dedi u sekin. Bu juda muhim. Uchi? So'radim darhol. U jilmaydi. Bu jilmayish yengillikdan edi. U tirik, dedi u, kuchli. Juda kuchli. Kozimdan yosh chiqdi. Bu yosh og'riqdan emas edi. Bir necha soatdan keyin meni ko'rishga ruxsat berishdi. Kichkina xonada, shisha ortida, issiq yorug'lik ostida u yotardi. Juda kichik. Juda jim. Ammo tirik. U kim? So'radi hamshira. Men bir oz o'yladim. U. Sabab, dedim. Mening hayotimdagi sabab. Farzandlarim kirishdi. Ular uzoq vaqt gapira olishmadi.
Nabiralarim shishaga yopishib qarashdi. Oglim ko'zlarini yashirdi. Qizim esa ovozsiz yig'ladi. Ona, dedi u nihoyat. Biz xato qilibmiz. Hech kim xato qilmagan, dedim. Biz shunchaki qo'rqibmiz. Siz bizga nimani ko'rsatdingiz, bilasizmi? Dedi oglim. Nimani? Umr yosh bilan o'lchanmasligini. Xabar tez tarqaldi. Bu safar shov-shuvsiz. Sensatsiyasiz. Odamlar baland gapirmadi. Faqat o'qidi. Oyladi. Kimdir sukut saqladi. Kimdir duo qildi. Bu mo'jiza deyishdi. Men esa bilardim, mo'jiza faqat tugilish emas. Mo'jiza qaror. Bir necha kun o'tgach, professor yonimga yana keldi. Sizni ko'p joyga chaqirishmoqda, dedi u, intervyular, chiqishlar. Yo'q, dedim. Bu shou emas. Unda nimasi? Bu eslatma, dedim. Hayot ba'zan kech keladi. Lekin agar kelgan bo'lsa, rad etilmasligi kerak. Tanam asta-sekin tiklanardi. Kuchim kam edi, lekin ruhim tinch edi. Men bilardim, ko'p yashamasligim mumkin. Lekin men to'liq yashadim. Bir kuni kechqurun yolg'iz qoldim. Deraza ochiq edi. Shamol parda bilan o'ynardi. Men qo'limni ko'ksimga qo'ydim. Sen menga umr bermading, dedim ichimda. Sen menga ma'no berding. Bir oy o'tgach uyga qaytdim. Uy endi bosh emasdi. Unda nafas bor edi. Kutish bor edi. Kelajak bor edi. Ba'zan odamlar so'rashadi. Siz qo'rqmadingizmi? Men javob beraman. Qo'rqdim. Lekin qo'rquvdan katta narsa bor. Qaysi? Mas'uliyat. Agar kimdir bu hikoyani o'qib, bu mumkin emas desa, mayli. Men isbotlash uchun yashamadim. Men tanlash uchun yashadim. Va tanladim. Shuning uchun bu mo'jiza bo'ldi.